Qozog'iston demokratik, dunyoviy, huquqiy va ijtimoiy davlat. Bu tamoyil mamlakatimizning bosh qadriyatlari va rivojlanish yo'nalishini belgilab beruvchi mustahkam poydevondir. Fuqarolarning diniy e'tiqodi turlicha bo'lishi mumkin, biroq qonun oldida hamma teng va javobgarchilik barcha uchun umumiydir. Mamlakatimizda din sohasidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarchilik sodir etilgan huquqbuzarlikning xususiyatiga qarab 2 darajaga bo'linadi. Ma'muriy javobgarlik. Qozog'iston Respublikasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksi quyidagi holatlarda qo'llaniladi. Diniy faoliyatni ro'yxatdan o'tmasdan amalga oshirish, ruxsat etilmagan joylarda diniy marosimlar o'tkazish, diniy adabiyotlar va materiallarni noqonuniy tarqatish, diniy mazmundagi targ'ibot, tashviqotni ruxsatsiz olib borish, diniy birlashma tomonidan qonun talablarini buzish. Jazo turlari: jarima, materiallarni musodara qilish, faoliyatni vaqtinchalik to'xtatib qo'yish, ogohlantirish. Jinoiy javobgarchilik. Qozog'iston Respublikasining Jinoyat kodeksi og'ir huquqbuzarliklar uchun qo'llaniladi. Diniy adovatni qo'zg'atish, ekstremistik yoki terroristik g'oyalarni tarqatish, terrorizmga chaqirish yoki uni targ'ib etish, ekstremistik tashkilotda ishtirok etish yoki uni moliyalashtirish. Jazo turlari: jarima, ozodlikni cheklash, ozodlikdan mahrum qilish, mol-mulkni musodara qilish. Dunyoviy davlatning qudrati qonun ustuvorligidami? Qonun va tartib esa adolatli Qozog'istonning tayanchili.